Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va Cherry Master Qarshi avtosalonining obunachilari. Bugun qarshingizda Tego 7 Premium avtomobilimizni qisqacha obzori va to'lov usullari haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, mashinamiz motori keladigan bo'lsa 1.5 litrli 147 ot kuchiga ega 4 porshli turbina motori hisoblanadi. Shahar ichida 8 ta, dam yo'lda 5 tagacha rasxod qiladi. 5 yil yokida 150 ming kilometr garantiyasi bor. Mashinamizda ichki saloniga keladigan bo'lsa, eko koja bilan qoplangan bo'ladi. Ko'rsatib o'ting. Rollari elektronniy bo'ladi, skorslari esa xrustalniy, ya'ni joystiklari xrustalniy bo'ladi. Mashinamizda sidinalari, eshik apsipkalari va torpedalarigacha eko koja bilan qoplangan bo'ladi va bularga karbon bo'ladi. Taraflari chista karbon bilan qoplangan bo'ladi. Akustikalariga keladigan bo'lsa, Sony'da bo'ladi. Pavet sidinalarimiz ham bor. Pavet sidinalarimiz 3 kishiga sahranit bo'ladi. Hop. Ichki salonga keladigan bo'lsa, ichki salonimiz ham ancha katta bo'ladi. Orqa deflektordan ham issiqlik, sovuqlik haydaydi. Konditsionerlarimiz klimat kontrolda bo'ladi, ya'ni dozonli. Dozonli bo'ladi, issiqlikni ham, sovuqlikni ham yaxshi haydab beradi. Orqa faralariga keladigan bo'lsa, splashnoy tarzda yonadi. Kechqurun ancha chiroyli bo'ladi. Bagajlari elektronniy ochiladi. Ko'rib turibsiz, shtiyorkalarigacha bor mashinamizda. Va undan tashqari mashinamizda ключlari, domkratlari hamma narsasi bo'ladi. Propanni mana shu yerga bemalol uстановка qilsangiz bo'ladi va bularning yopilishlari ham elektronniy bo'ladi. 360 kameralari bor va orqa paktronik datchiklari bilan birga siz agar orqaga haydaydigan bo'lsangiz 1 metr 2 metrgacha sizni ogohlantirib ko'rsatib o'tadi. Keling. Orqalarini yana bir marta ko'rsatib o'ting. Orqalari ancha katta. Sidinalarimizda isitish tizimlari bor, ya'ni abagreiflarimiz bo'ladi, oldida ham, orqasida ham. Oldi sidinamiz ham va shofyordagi, passajerdagi elektronniy bo'ladi. 6 xil yo'nalishda o'zgaradi. Bularda xolodilniklarigacha bor. Ya'ni suvlaringizni mana bunaqa issiq kunlarda yaxlatib bera oladi. Bularni oldi laboylarda, orqa laboylarda isitish tizimlari bo'ladi. Yomon ob-havolarda, ya'ni qish kunlarida terlab, bo'lib qolmaydi. Narxlariga keladigan bo'lsa, narx hozirgi kunda 344 million 900. Naqd yoki avtokredit yo'nalishida xarid qilaman degan mijozlar uchun 25 million skidkasi bor. Ya'ni 25 million foyda bilan xarid qilsa bo'ladi. Atigi 25% boshlang'ich to'lov bilan. Rassrochka yo'nalishlarimiz 48 oygacha ochilgan. 48 oygacha boshlang'ich to'lovingizga qarab bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Ish vaqtlarimizga keladigan bo'lsa, ish vaqtlarimiz ertalab soat 9 dan kechki soat 8 gacha, soat 6 gacha bepul test drive'larimiz bor. Manzilimiz Yerqo'rg'on bozoridan o'tgandan keyin o'ng qo'lda joylashgan, ya'ni xalq tilida aytganda esa Qarshi Koson yo'lida. Batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyaga plus belgisini qoldiring yoki-da pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsangiz, menejerlarimiz sizga bog'lanadi va batafsil ma'lumotni berib o'tadi. Barchangizni Cherry Master Qarshi avtosalonida kutib qolamiz.